Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Dehqonchiliklar bilan charchamayapsizlarmi? Dehqon akalar mana tarvuz 1 2 3 4 5-chi qulog'ini chiqaryapti. Bir yil sal o'tliroq joyga ekib qo'ydim. Yer ham kech bo'lib qoldi. Kesaliroq. Bahorda haydatganman yerda. Hozir 60 sotik yer bo'lib qoldi. 60 sotikka tarvuz ekkanmiz. Tarvuzni ekkanmiz, mana ekilgandan keyin 2 quloq bo'ldi. 3 quloq bo'lganda, 4 quloq, 3 quloq, 4 quloq bo'lganda xumlaganmiz. Shuni jinda video qilayotgandim. Xumlaganda boshqalar videoga ololmadim, dehqon akalar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Dehqon akalar, mana tarvuzlarni xumlaganmiz. Biyagomizga ekilgan. Mana biyagomizga ekilgan. Bu barmoqdan mana bash barmoq bo'lsa katta mana. Barglari katta, mana barglari katta. Shunaqa biyagomizga hammasini biyagomizga ekdim. O'tgan yili 30 sotigini biyagomizga, 30 sotigini shunday oddiy yerga ekkanmiz. Bir yil ozgina ko'proq oldik biyagomizni. Biyagomizga ekdik. Xudo xolasa biyagomiz ham o'zim ham chuvalchang olib, haligi chuvalchanga bor ekan, shunaqa olib qilmoqchiman. Ona shekka go'ng olib kelib tashab qo'ydim. Mana shekka go'ng olib kelib tashab qo'ydim. Mana sal halindaqasi nama qochish kerak ekan, ozgina ashunga ontarib qo'ydim. Bu yangi go'ng edi bu. O'ta yangi go'ng edi, fermaniki hisobda. Silos yegan, yem yegan mollarni go'ng edi. Ashika biyagomizga tashab qo'ydim. Men bilmayman, endi mutaxassislarni chaqiramiz. Go'ng chuvalchangni tashab berishamiz, nima qilib beradi, xudo xolasa uni ham bir imkon qadar qo'yamiz. Nimaga ham jinda go'nglar olib keldi, qo'ydi, qiylari, nariyoqqa go'ng. Xo'p, mana yerga oshqovoq ekildi, 3 ta ariqqa. Chopilyapti, boshlandi mana chopilish maytdan. O'shiki tarvuz jinda ko'chat bo'lib qoldi, tarvuz ko'chatda ekdik bu yil. Bugun. Bunga mana oshqovoqlar 2-3 tadan ashnaqa. Mana mashet tegiz chiqmabdi. Mana maytda turibdi. 80 ham bor, 70 ham bor, 1 metr ham bor oshqovoqda. Ekilavergan. Bir donadan qoldirasizlar. Chopgandan keyin, chopib bo'lgandan keyin taqalaysizlar. Bir donadan qoldirasizlar. Qaychida qiyib chiqasizlar. Yulsanglar tomirini qimlatib qo'yasizlar akalar. Taqalab chiqasizlar. Xudo xolasa bo'laveradi. Dorisini shu tarvuzga solgandaqa bir xilda amafoz karbamid aralashtirib 25 sm yoniga ko'mib qo'yasizlar. Xudo xolasa inshaalloh bo'laveradi. Mana ular 2 tadan 3 tadan ekilgan tarvuzlar mana. Mana o'si olasi mana. Mana yana olasi bor maytda. Eng qizig'i bunisi yeb qo'yganmi? O't ajriqliroq joyga ekdik bu yil. Mana qarang, olasi chiqyapti, ko'rinyapti turgan bo'lsa, mana bitta, ikkita, 3 ta. 4 ta ekan, 4 ta ekibdi mana. Ana sizga shunaqa mana. Maytda ham bor ekan mana. Shunaqa joylar. Dehqon akalar, Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Bir ukamiz kelib qoldi. Ish bilan akalar sog' bo'linglar, duo qilib turinglar dehqonchiliklarga akajonlar.